Yo'q, hammaga salom bo'ldi. Bugungi videoda biz ana bu afsonaviy va legendaga aylangan 07 haqida gaplashamiz. Uni shunday tuning qilinganki, вообще mama shokoladga bo'lgan bitta driftini ko'rib berasizlar. Просто hozir tutaydi valla. Mana. Sekingina tushiramiz. Afsona bo'ladi valla. Вообще bu gul ustidan alavan chiqib ketadi valla. Bunda hozir bironima qilishim mumkin, lekin biz bunday qilmaymiz. Urut, zartni hamma narsa ishlaydi. Endi bitta driftini ko'rib bersalar. Tomosha qilinglar, mazza qilinglar, tamom. Mana. Вообще dahshatda bola. 07 bu 07. 07 ni bilgan biladi, bilmagan minib ko'rsa biladi. Xo'sh, 07 ga undan necha baho berasizlar? Xullas, короче, mana salon qismidan drift. Ba'zi qaranglar, balonlar. O'tgan. Xo'p, shu bilan bugungi videomiz ham tugadi. Hammaga xayr. Punchton bo'lmani 07. Shu bilan video tugadi. Hammaga xayr. Keyin shu o'yinni qayerdan topmoqchi bo'lsangiz, bu o'yin Play Marketda yo'q. Telegramga kirasiz. Akram Gamer deb yozsangiz, guruh chiqadi. O'sha yoqqa o'zbek mashinalari qatnashgan o'yin deysizlarmi? Hatto bu o'yin ham bor. Hammaga xayr.